başla. Assalomu alaykum. Qayerga boryapsiz? Qayerdansiz? Mana hozir o'rtoqlar hajga borayotgan ekan, o'zi andijonlik ekan. Tasvirga Qo'shko'pir tomonidan yo'l qilib qoldik. Mana hozir o'zlarini eshitamiz gap Ismim so'zlarni. Hoji Akbar. Andijon shahrida tug'ilganman. Andijon shahrida yashayman. Andijondan Saudiyaga, ya'ni Makka, Madinaga o'tgan safar peshkom borgan bo'laman, piyoda. Bunisi ikkinchisi xudo xolasa inshaalloh. Xudosi bu ikkinchisi. Bunisida endi velosipedda ketyapman. Hozir Xorazm viloyatida turibmiz inshaalloh. Bu yerning nomi nima? Ay? Qo'shko'pir tomon. Qo'shko'pir tumani. Qo'shko'pir tumanida turibmiz ekan inshaalloh. Duo qilib tursanglar, endi bu yerdan nari xudo xolasa Qoraqalpog'istonga boramiz. Qoraqalpog'istondan keyin Qozog'iston. Qozog'istondan keyin Astraxan, Dagestan, Checheniston qilib o'tib ketamiz inshaalloh. Bu ikkinchisi bo'ladi. Keyin yana 5 ta qoladi. 7 martaga niyat qilingan xudo xolasa. 7 marta hajga borguncha xudo xolasa to'xtamaymiz. Alloh kuch-quvvat beradi, charchamaymiz inshaalloh. Duo qilsanglar bo'ldi iloyim. Necha kun bo'ldi chiqqaningiz uydan? Bugun xudo xolasa 14-kun. 14-chi? 17-da chiqqanmiz, bugun 31mi? Aha. 14 kun bo'ldi bugun. 14-kun yo'lga chiqyapmiz mana. 13 kunda shu yergacha yetib keldik. 14-kun bugun xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. Duo Yo'lingiz bo'lsin. Omad ishlaringizda. Alloh razı Sog' salomat bo'ling. Xorazmliklarga rahmat. Mehmon qilishyapti mana kelganimdan beri. Uylardan joy berishdi mana. Hamma sharoitlar qilib berishyapti. Hammasiga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling.